Ali roziyallohu anhu bir kuni xutbada masala qildi, jumada. Bilib qo'yinglar, odamlar yaxshi qilgan narsasiga qarab ketadi. Nimani yaxshi bilasiz? O'shini qilsin. Tushundingizmi? Mana misol aytib berganim hojiba, maktabda o'qiyotgan farzand matematikadan 5 oldi, fizikadan 2 oldi. Biz nima qiladi biznikilar? Fizikaga kuch beradi. Shuni bilmayapti edi. Asli nima qilish kerak deyapti? Qiziqqan narsasiga bera oldi. Endi majburlangan o'g'aramaydi. Nima qilish kerak desa, nimaga qiziqsa shunga beringlar deyapti. Odam bolasining qadri nimani yaxshi qilsa shunga qarab ketadi. Tushundingizmi? Qadringiz bilinadi, o'zingiz ishingizni qilsangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis bor. Alloh taolo bir kishining gunohini kechirsin, o'zining qadrini bilsa. Hadis bu. Buni misoli men aytdim, usta soldim unga. Ahlim yetmaydi, nima qilaman bosh? Bo'ldi. Sizlar bilganday bo'lsin. Faqat mana qilib beringlar deyish haqqim bor. Ustani ishiga Alloh haqqim. So'rashim mumkin, ba'zida uydagilar shu bundan tiqaveradi, o'zi ahli yetmaydi, ahli yetsa mayli. Usta ham mazza qiladi agar uydaga sallashmasa, ishiga Allohmasa. Lekin bilgan bo'lsa haq bor Allohlikka. Xuddi shuni singari din ishida ahlimiz yetmaydimi, Allohmaydi. Masalan, doktorga borib, mana yerdan operatsiya qiling, mana qiling desa, bor yo'qoldi. Hattoki, mana doktorga borib, manda dedi, bor shunga bor deydi. Doktorki shu bo'ldi, Alloh ishiga Alloh nima bo'ladi? Eng katta gunohlardan bilib bilmay Alloh taolo diniga gapirish deydigan. Ali roziyallohu anhu so'zi qayta aytaman, har bir inson o'zi yaxshi qilgan narsasini qadri bilan bo'ladi. Ilmda gapiringlar, qadringlar ko'tariladi dedi.